Bu funksiya orqali siz bitta knopka bilan hamma ilovalarni yashirib qo'yishingiz mumkin. Buni hozir qanday qilishni o'rganamiz. Bu funksiya iPhone'larda ishlaydi. Mana qarang, ekranida har xil ilovalar bor, App Store'dan yuklangan. Buni hozir o'chiramiz, ya'ni skrit qilib qo'yamiz. Bu hech qanaqa nimangiz o'chib ketmaydi, ya'ni ilovalarni o'chirib tashlamaydi. Hech qanaqa qo'rqishga hojat yo'q. Bu yerdan ekranniy время deganga kirib, bu yerdan pastroqqa tushib, content mana shu joyga kiramiz. Bu yerdan mana shu uchinchiga kiramiz. Agar mana bunday bo'lib turgan bo'lsa, kirmaydi. Mana uni yoqib qo'yib, keyin bu yerdan kiramiz. Bu yerdan mana приложение degan joy bor. Shu yerga bosib turib, sizlarda 18+ turgan bo'ladi. Shuni netga qo'yib qo'yamiz. Netga qo'ysak, mana hamma App Store'dan yuklangan nimalar, ilovalar skrit bo'lib qoldi. Joyiga qaytarish uchun xuddi shuni 18+ yoki mana shu funksiyasiga bosib qo'ysanglar, yana hamma narsa o'z joyiga qaytadi. Bu faqat App Store'dan yuklab olingan ilovalarni yashiradi xolos.